Allo. Tomog'ingiz og'riyapti? Bo'ldi, bitta svicha qilib yuboramiz, yaxshi bo'lib ketadi. Doktorlar alaqsirasa. Voy, bugun juda bemor ko'p edi, rosa charchab ketdim-da. Uxlab qoldingizmi? Ye? Bemor cho'ta yo'talyapti. Sizda hozir hammada tarqayotgan virus bor. Tez svicha yo bo'lmasa yonboshdan ko'rib olish kerak. Cho'ta istimingiz ham bor. Gradusni qo'yingchi. O'zi onlayn o'qigan bo'lsangiz, o'qistirab meni podkoja ketkizib qo'ymang yana. Tez tomirdan ko'rib olish kerak. Onlayn o'qiganimda shuni o'rganganman. Tomiringiz qani? Men sekin chiqyapti. O'rlayvermang mening ham volim Qanaqa ahmoqlik bu? Qo'lim og'rib ketdi, olayman rezinkangizni. Qo'lingiz og'riyaptimi? Tak. Bo'ldi, men sizni tushundim. Ana endi bo'ldi. Endi qo'lingiz ham, boshingiz ham hech qachon og'rimaydi. Men keyingi bemorxonasiga kirib chiqay, undan keyin oyog'ingizni bo'ylab qo'yaman. Bo'l, chala doktorga tegmasdan savdogarga tegsam bo'lmasmidi? Pulga urib yurardim. Ay boshim.